usta bolalardan eksklyuziv fasadga yangi imij ko'rib baho berib qo'yasizlar. Pul topish o'zi bir bahona edi. Aslida fasadda eng zo'r ustalar bo'lmoqchi biz. Yaxshi usta bor. Oddiy usta. Ko'rsangiz qop-qora. Optoda ishtori qorayib ketgan. Qo'lini ushlasangiz, qo'li qavarib ketgan, yorilib ketgan. Lekin mana shu yerda o'tirgan chimchomizdan boy. Puli ko'p. Nimaga? U zo'r usta. G'ishta tekkizveradi, betonni zo'r qo'yadi, tomni zo'r yopadi. Yaxshi hunaringiz bo'lsin-da. Yaxshi hunaringiz bo'lsin, odamlar orqangizdan qo'y. Men hozir shu kunlarda telefon qilib, uyimda jicha ish bor, menga vaqt ajratilmaydi. Qo'y iltimos. Zaman qora aka va'dalarim bor. Qarang, ochirit. Sabr qilib o'sha ham 4-5 yil bitta ustani qo'lida sabr qilib qattiqnon yeb yurib shogird bo'ldi o'sha. Men bilaman o'sha. Bir qaysidir yillari bir 5000 berib tursiz, cho'ntagidan 5000 chiqmagan o'sha mahalla. Shogird bo'lib sabr qildi, o'rgandi hunarni. Tepildi, urildi. Oxiri o'sha loyam tepilaversa, urilaversa oxiri chini bo'ladi degandaqa. Oxiri o'sha bola chini bo'lib bir sohada siz bittasiz. Sizga teng keladigani yo'q. Ilmda, hunarda, muomalada, axloqda. Siz shunday bir axloqiy go'zal bo'lsinki, sizning yoningizga keladigan oddiy qaliq tortiladi, bir tekstdan sekin oldin holatini, uchinchi qaytirgan holatini holatdan chiqarishadi. Ko'rishingiz hali bu bitgani yo'q, 100%. Ustidan baribir suyuqlov beriladi. Keyin pardoz qilinadi. Juda ideal holatda chiqadi. Kimga shunaqa xizmat kerak bo'lsa, bemalol aloqa qilasiz. Ustamiz. Akalar ko'rishingiz mumkin bu ishimizga 20-30 yil garantiya beramiz. Mana ustamiz уже tonirovka qilyapti bu yerda. Ko'rishingiz mumkin.